Reker u qaytadimi yoki ketadimi? Bugungi videoda shunga javob topamiz. Albatta u ketishini ham ketmasligini ham bilmaymiz, lekin uning ovozlari yoki boshqa narsalari menda bor. Uning oxirgi YouTube kanalidagi videosi 1,5 yil oldin qo'yilgan. Hozirda esa 442 mingdan oshiq obunachisi bor. Uning oxirdagi Discord serveridagi ovozini eshitishingiz mumkin. Hello YouTube do'stlar, sizlar bilan birgalikda man Reker bolalar. Videoyimizga xush kelibsizlar. Bu ovozimni eshitmaganingizga ham deyarli 2 yil bo'ldi va mana 2026-yil eshitishga muvaffaq bo'ldingiz. Ha, bolalar, to'g'ri qaytdim deya olmayman, lekin qachondir Xudo xohlasa qaytaman. Mayli, sog' bo'ling. Bu sun'iy intellekt deyishingiz mumkin, lekin bu sun'iy intellektga ham real hayotdagi ovozga ham o'xshamaydi. Shuning uchun 50 deb videoni tugatamiz desam hazil. Albatta, Reker qaytish uchun obuna, like ni bosib qo'yinglar. Qani unda men videoni tugatdim. Sizning dizayn qilishga vaqtingiz yo'qmi? Unda sizga Ruhiy Design kanalini tavsiya etaman. Bu yerdan siz o'zingizga yoqqan 4K sifatidagi prevyular va avatarkalarni zakaz berishingiz mumkin. Narxlari kelishilgan holda 5 ming yoki 10 mingga zakaz berishingiz mumkin.